yomonsan sen. Sen iplos xoramisan. Ta'sirini qaranglar ey. Yomon bilan yaxshini qana farq qilyapti. Oddiy so'z kuchi-ya. Eksperiment uchun do'stlar mana ikkita bir xil bonkani oldim. Ikkovi bonkani yuvdim mana. Suvni silqiyapman. Ikkovi. Bittasiga oq qopqoq oldim, tepasiga yaxshi deb yuricha qo'yib qo'ydim, ikkinchisiga yomon deb X qo'yib qo'ydim. Va mana ikkovimizga solingan guruch. Guruch kecha pishirilgan bir xil guruch. O'zimizda o'sha qaynatilgan guruchni mana hozir shu ikkoviga solaman, bir xil me'yorda va ikkoviga o'sha nom beraman. Yaxshi mana misol uchun nima bo'lar ekan o'zgarishga. Bir xilda guruch solishga harakat qilyapman do'stlar. Va buni shu 15 kun davomida sinaymiz. Mana bo'ldi. Ikkoviga bir xil me'yorda guruch tushdi. Mana ikkovini ham bir xil bekitamiz va shundan keyin boshlaymiz. Mana yomonni bekityapman. Mana yaxshini bekityapman. Endi ikkovini alohida qo'yib qo'yaman. Birinchi yomonga gapiradigan gaplar: sen iplossan, xoromsan sen. Sen yomonsan sen. Sen juda ham yomonsan sen. Sen вообще yaxshi emassan sen. Juda ham yomonsan. Bo'ldi. Buni olib, shunchaki shuni qo'yib qo'yamiz. Yaxshiga sen zo'rsan, men seni yaxshi ko'raman. Sen eng zo'risan, eng chiroylisan sen. Sen dunyodagi eng yaxshisan sen. Sendan zo'ri yo'q. Bo'ldi. Mana shuni 14 kun davomida qaytaraman. Do'stlar, qaranglar, bugun 6 kun bo'ladi, ertaga 1 hafta bo'ladi. 1 haftaning ichida qanday o'zgarish qilar? Yomon, men kun ora kelaman, bunga yomon so'zlarni gapirib ketaman, X yomoniga. Yaxshiga yaxshi so'zlarni gapiraman. Endi yaxshini qaranglar. Nima qilib turishini. Yaxshi guruchimiz hech narsa bo'lgani yo'q. Yomon guruchimiz uje do'stlar aynishni boshladi. Ya'ni so'z o'z ta'sirini uje 6 kunda bilintiryapti. 9 kunlik natija. Do'stlar qaranglar. Bugun 9-kun bankani qo'yganimizga o'rtada 1 kunimiz gapirmadim, qolgan kunlar hammasini gapirib chiqdim. E'tibor qaratamiz. Yomon nima holatga keldi do'stlar? Po'panay bosib, sarg'ayib, qizarib ketdi. Bu yomon bankamiz. Endi yaxshi bankamizni qaranglar do'stlar. Yaxshi bankamiz yangi qana tashalgan bo'lsa, xuddi shunday turib do'stlar. Mana sizlarga rezultat yaxshi bilan yomonni. Qadrdonlar, e'tibor qaratinglar, 9 kunlik. 9 kunda nima deyapti mana u? Yomonni qaranglar. Nima deyapti? Va bunisi nima deyapti? Yaxshisi mana yuricha qo'yganman yaxshisi. Ya'ni bitta joyda turgan do'stlar. Bir xil iqlimda, bir xil guruch, bir xil banka, faqat qopqog'ini 2 xil qilgan holat yuvib, bir xil ikkovini yuvib turib, bir xil guruch solganman. Va shunda 9 kunda yomoni yomon bo'lib ketyapti, yaxshisi yaxshiligicha qolyapti. Bu videoda nimani isbotlamoqchiman, nimani ko'rmoqchiman? G'ayritabiiy, ahliz yetmayotgan, ya'ni sizni gapirayotgan gaplaringiz, xayolingizda o'tkazayotgan so'zlaringiz kuchi qanchaligini mana shu bankalarda ko'rsatib bermoqchiman do'stlar. Bu bo'lgan bu haqiqat do'stlar. O'zlaringiz uyga eksperiment qilinglar. Oddiygina shu guruch banka ketadi xolos. Shu yomon deb yozasizlar, yaxshi deb yozasizlar, bo'ldi. Yaxshisiga yaxshi gap, yomoniga yomon gap ketasizlar. Endi men niyat kuchi darslarini, maqsad qo'yish darslarini o'tganman do'stlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Telegram kanalda mana shu niyatlar bo'yicha yana ham ko'proq ma'lumotlar berib ketaman. Pastda Telegram kanal chiqadi. Oybek Qosim Uzistalayev pastda ham qo'yib qo'yganman, chiqadi. Bitta kirib o'tinglar do'stlar. O'zlaring uchun ibrat har xil turdagi videolarni tashlab turaman. Nima demoqchiman? Siz nima gapiryapsiz boshqa inson haqida? Boshqa do'st haqida. Uyda o'tiribsiz. Bugun pulim yo'q-da, doim pulim bo'lmayapti, pul bo'lyapsizmi? Sizda pul yo'q ketadi, bundan mag'lub ketaveradi. O'shuning uchun boylarda fikrlash har doim menda hamma yo'q zo'r, hamma yo'q yaxshi, hamma yo'q Allohga shukr. Har kuni ertalabda misol uchun meni o'zimda affirmatsiyalar bor. Affirmatsiya degani, ya'ni ertalabda miyangizni ongosizga mana shu so'zlarni mana yomonga yomon deyapmanmi, demak so'zim ishlaydi. Men nima qilyapman? Har kuni ertalab turib, Xudoga shukr, meni hamma yo'g'im yetarli. Alhamdulillah. Alloh meni yaxshi ko'radi. Alloh meni suyadi. Alloh Robbim meni suyganligi uchun meni bu dunyoga keltirib, meni shu darajaga olib keldi. Alhamdulillah, menga nima niyat qilgan bo'lsa, hammasiga erishtiryapti. Men yetarchilik, serobchilik nima davrida yashayapman.
Hayotda haqiqatan hamma narsa serob do'stlar. Hamma narsa juda ham ko'p. Mo'l-ko'llik davrda yashayapmiz do'stlar. O'zbekistonimiz tinch, alhamdulillah, hech kim bizni tepamizda hech qanaqa bomba ish narsa o'tgani yo'q. Maza qilib uxlab, maza qilib turyapmiz do'stlar. Pul topaman deyapsan, boring, biznesni qiling, ko'nglingizni ko'targancha soqa qiling to'g'risi. Xohlagancha pul toping. Umuman chegarasi yo'q. Ya'ni biz nimada yashayapmiz? Ikkinchi to'rgana bitta affirmatsiya ham, ya'ni ruschasiga aytaman ko'pincha do'stlar, mir полон чудес, ya'ni o'zbekchasiga biz mo'jizaviy hayotda yashayapmiz do'stlar. Mo'jizaviy hayotda. Haqiqatan Allohning mo'jizasi do'stlar. Har bir kunimiz mo'jiza, soppa-sog' tuqqanimiz mo'jiza, turganimiz mo'jiza to'g'risi. Hali ertalab turganingiz mo'jiza o'zi, ota-onangiz borligi mo'jiza do'stlar mana. Oddiy mana shu gapda mo'jizani mana shu yerda ko'rib bersangiz ham bo'ladi do'stlar. Niyaga? Nima deb o'ylaysizlar? Qanchalik bu sizlarga ta'sir qildi do'stlar? Like qo'yib, kommentariy yozib qo'yinglar. Va kim bugundan boshlab mana sizlarga ertalab boy bo'lish sekretlarini aytaman do'stlar. Birinchi sekret, har kuni ertalab 5 tadan 6 martagacha shukr qiling. Ya'ni 6 ta nimadirga shukr qiling. Sog'ligingizga, otangiz borligiga, farzandingiz borligiga. Alhamdulillah do'stlar, 7 yil farzand bo'lmaganman-da. 7 yil. Ayolim bilan eng qiziq tomoni Jizzaxlargacha borganmiz, to'g'risi. O'zbekistonda pashti hamma domlalar va diniy tomondan hamma hech kim qolmagan. Doktorlar, zo'rlar ham qolmagan. Kimning oldiga borsangiz, sizlar soppa-sog'sizlar, harakat qilinglar, bo'ldi. Lekin 7 yil bo'lmagan. Hozir alhamdulillah 3 ta farzandim bor. 2 ta qizim bor, bitta o'g'lim bor. Xudoga shukr. Inshaalloh yana Alloh nasib etsa, niyat qilyapmiz do'stlar. Siz nima niyat qilyapsiz? Farzandingiz yo'qmi? 100% ishonib bo'ling. Bo'ladi deng. Bo'ladi, alhamdulillah bo'ladi deb niyat qilavering. Bordek harakat qilavering do'stlar. Xuddi shuni, mashina olmoqchimisiz, bordek niyat qilavering. Kuniga 5 tadan 6 tagacha shukr qildirasiz. Bu boylik sirlaridan bittasi. Ikkinchisi, yozinglar. Niyat daftariga yozinglar do'stlar. Meni ham niyat daftarim bor. Endi to'g'risini aytib, hozir uyda bolalarim ertalab bola bor joy bozor bo'ladi degan xo'ppa to'g'ri. Uyda shunaqa bardaq tashashgan, endi hozir ko'rsatalman. Hozir ko'tarsam xotinim uyda bayram ko'rsatyapsiz. Har kuni ertalab yig'ishtiradi. To'g'risi, niyat daftarim bor. Niyat daftarimga har kuni yozaman niyatlarimni, to'g'ri. 5-6 niyatimni yozaman. Yaxshi niyatlarimni yozaman. Alhamdulillah juda ham ko'pi 6-7 yildan beri yozayotgan bo'lsa, hammasi ijobat bo'lib ketyapti. Xudoga shukr to'g'risi. Undan keyingisi qo'llaringga pulli rezinkasi bo'ladi. Hozir endi telefonda pulli rezinkasini qo'llaringga ilib olinglar. Noboda ketyapsiz, nimadir bo'lib sizda yomon fikr chiqib qoldi. Ya'ni yomon chiqib qoldi sizdan. Bu ijobat bo'ladi bu. Nima qilasiz? Shunday rezinkani bitta tortib charsatib bitta urasiz-ku, shuni teskarisiga almashtirasiz. Ya'ni biz rezinka orqali tanaga urib turib, tana orqali miyaga buyruq beramiz. Bizga niyatni, miyani mana shu miya ta'sir qiladi-da. Shu nimadir, kimdir sizga qarzini bermayapti. Iflos, harom, qarzini bermayapti desin, uni qarzi battar ham ish yurishmasdan yana ham sizga qarzi berish uzalashadi. Siz xayolan, u zo'r bo'ladi. Mana qarzini ham berib ketdi, aka-uka bo'lib ketdi, ishlari yurishib ketib, kerak bo'lsa 10 ming dollar sovg'a ham qilib ketdi desangiz, alhamdulillah, haqiqatan ham o'sha bolaning ishi yurishib, sizga qarzini uzib, nima bo'lib ketadi. Do'stlar, videomiz qiziqarli, foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yib, kommentariga o'z yaxshi niyatlaringizni yozib qo'ying. Eslab qoling. Yozilgan narsa ham amalga oshadi. O'z maqsad niyatlaringizni yozib qo'yish eslangdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.